Gipermotor va gipomotor diskineziya. Bu nima degani? Gipermotor degani bu imенно o't qopiga nisbatan aytadigan bo'lsak, giper bu ko'p, motor bu harakat. O't qopini yoki o't yo'llarini juda kuchli, ko'p qisqarish hisobiga o'sha undagi almashinuv, o't suyuqligining ajralishi, buzilishi. Gipomotor bo'lsa bu gipo past, motor harakat, past harakatlanishi, past juda kam harakatlanish hisobiga dimlanish hisoblanadi. Mana shu ikkita tur, demak dimlanish turlarini, qisqarish, buzilish turlarini, ya'ni diskineziya turlarini yaxshi farqlash kerak bemorlarda. Chunki dori vositalarini ta'siri shunga bog'liq. Masalan, gipermotor diskineziyali bemorlarda o't haydovchilarning kattaroq dozasi ularda og'riqlarni yanada kuchaytirib yuborishi mumkin bo'ladi. Gipomotor diskineziyali bemorlarga bo'lsa, kamroq dozadagi o't haydovchilar yoki to'g'ri tanlanmagan dozadagi o't haydovchi preparatlar buyurilgan holatda effekt sezmasligi ham mumkin. Buning asl sababini, buni dozalash, dorilarni dozalash asosan bemordagi analizlarga qarab bo'ladi va bitta muolajamiz bor, duodenal zondlash. Bu vizualniy biza o't suyuqligini harakatini 1-2-3 kungacha kuzatamiz. Bu agar tekshiruv maqsadida bo'lsa, davolanish maqsadida bo'lsa, bu 7 tadan 10 tagacha protsedurani talab qilishi mumkin. Demak, o't dimlanishi bilan bog'liq bemorlarni biz o'zimizdan qabulga taklif qilamiz. Shu holatingizga ular ayniqsa gipomotormi, gipermotormi baholanishi shart.